Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, traktor texnika ishqibozlari. Hozir biz do'konimizdan so'ragan Zubur 1105 mini traktorimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bu Zubur 1105 traktorlarimizda hozirgi kunda ko'pchilik so'rashyapti, ko'pchilik qidirib yuribdi. Hozir video qilib ma'lumotlarni, narxlarini tanishtirib o'tib ketamiz. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, birinchida turgan Zubur 1105imizga ko'rib turibsizlar, oldiga ko'pchilik so'ragan jatkalarimiz yasatib qo'yilgan akalar. Universal 120 lik, yonida pichoqlari bor, almasishli, ikkita parraklik jatkalarimiz yasab qo'yilgan akalar. Ikki korpusli pluglari mana 1105imizda ikki korpusli pluglari. Xo'p, bu jatkamizni ko'tarib tushiradigan qilib, insholi qilib yasab qo'yilgan akalar. Mana perdilka qilib, o'zini perdilka qiladigan joylari bo'ladi akalar. Mana nasosli qilib ko'tarib tushiradigan qilib yasab qo'yilgan bu jatkamizni. Xo'p, orqadagi frezasini tushirib ko'taruvchi insholarni oldiga olib o'tilgan holda ko'tarib tushiradigan bo'lgan. Mana shu dastak orqali ko'tarib tushiradi. Uni xohlasalaring jatkasini yechib frezasi yoki pluglarni ko'tarib tushirishda foydalansalaring ham bo'laveradi akalar. Bu 1105imizda balonlari legrovka bo'ladiganidan qo'yilgan akalar. Balonlari ham katta shiroki balonlardan qo'yilgan. 600 ga 14 qalin balonlardan qo'yilgan. Oldi balonlari esa 500 ga 12 balonlardan qo'yilgan. Bu 1105imizda qolgan 1105larga qaraganda plus tomonlari akalar, stator akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlardan qo'yilgan. Balonlari ham qolgan 1105larga qaraganda kattaroq bo'ladi akalar. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Hamma videolarimizda ko'rsatib, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketyapmiz. Bugun ham yana skidka narxlarida video olyapmiz akalar. Bu traktorimizning komplegida frezasi, ключ nabori va прицепнойлari qo'shib beriladi. Hozir hammasini narxini aytib o'tib ketaman. Mana shu turishi, mana shu traktorimizning shu turishi, oldidagi jatkasi 120 lik, ikki korpuslik plugi, orqasida turgan frezasi va traktorimizning balonlari legrovka bo'ladigan turidan ключ nabor va прицепнойлari qo'shib beriladigan holati 38 million so'mga to'g'ri keladi akalar. Mana shu traktorimizning shu turishi 38 million so'mga to'g'ri keladi. Nimaga desalaring, bu jatkamizni oldiga insholi qilib perdilka qilingani hisobiga shunaqa narxga to'g'ri keladi akalar. Xohlasalaring o'zim ustanopkasini o'zim qilib olaman desalaring ham alohida o'rnatilmaganlari bor akalar. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, tayyori mana shu turishi 38 million so'mga to'gri keladi bizda. Jatka qo'yilmagan 1105larimizga keladigan bo'lsak, bu 1105imiz bunisi bilan bir xil bo'ladi. Bu ham balonlar legrovka bo'ladi, prosta buni jatka moslanmagan holati bo'ladi. Qolgan joylari hamma yo'g'i bir xil bo'ladi akalar. Mana shu turishini bugungi kunda narxida 3-iyun sanasida 2150 dollarga qilib beramiz. Oladigan odam bo'lsa, olmoqchi bo'lgan tanishlaring bo'lsa, bemalol aytib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Videoning tagiga nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bu traktorimizda ham 2150 dollarda ichida frezasi, ключ nabor, прицепнойлari qo'shib beriladi akalar. Endi bunisiga keladigan bo'lsak, bunisini 2050 dollar qilib beramiz 3-iyun sanasi. Bugungi kun narxlarida bo'ladi akalar. 2050 dollar. Nimaga bunisi arzon, turishi bir xil desalaring akalar, bu 1105imizda balonlari legrovka bo'lmaydi, faqat bir xil agatda yuradi. Shuning uchun shuncha 100 dollar arzonroq turadi akalar. Farqi shu, kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoning tagiga nomerlarimizni yozib ketamiz akalar. Bemalol telefon qilib to'liqroq ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Bo'lib to'lashga kreditga so'ragan akalarimizga ham bo'lib to'lashga qilib beramiz 1 yildan 3 yilgacha.